Haqqaniyat için sözleş. Yeshu bilan Shonenkengo dal vaqtida keldinglar. Nima? Mishin xanim bu gapingizni tushunmadik-ku. Biz de bayli çağallık projni qilgandik. Sizlarga chiqib beraman. Sizga ko'p rahmat. Bak yaxshi bo'ldi. Biroq projnini bekor bermayman. Avval savolimga javob beringlar, anda projnini beraman. Mishin xanim, siz bizni to'la ahmoq qilmang. Sadiq tilash ibodatxonadagi muhim ibodatning biri. Ularning o'rtasida munosabat bormi? Agar savolingizga javob bersak, ondan projni bersangiz bo'ldi. Men olmayman. Isho. Yana takabburlik qilyapsiz a? Bo'ldi. Biz mangayli Shonen aka. Isho, to'xta. O'lgur Isho, o'lgur. Meni saqlab tur Isho. Isho, to'xta. Bika olmadik. Agar projni ibodatxonaga olib borgan bo'lsak, boshqalar qo'shib ketadi. Men hargiz olmayman. Isho, uncha xapolish ketamdi. Xapomgina bo'ldi. Urishqanda qiladi-ku. Birdan bo'lmagansa Isho. Ajab kuchlikkina. G'ayratga. Qashqinglar nimda urishyapsizlar? Porojnini tolishyapti-ku. Porojnini tolishib urishib ketdi. Porojnini tolishibman. Aka, davotma, elim aka. Aka! Bu meni porojna. Aka, meniki. Tez yo'qlash. Senlere tez yo'qlash davati emas. Anladingmi? Bek haddidan oshdi. To'xta Isho. Kechiring, qilaymiqan baqirmang. Og'zini yum. Mal to'shatganlarning oldini to'sishma. Mal to'shatganlarning bu degan hamma odam mangdigan yo'l. Sizlar boshqa yo'lda mansanglar bo'ladi-ku. Rahimchaq, gaping ajab cho'nga sening. Biz Renovo begimga vakolatan bu malni sanxunjalablarga olib ketyapmiz. Bu paskini shumtaklar oldimizda to'sib olsa, biz ularni qo'g'limadik, ha? Og'zingizni yuming. Nima deb haqli tillaysiz? Yo'qol, Rahimchaq, to'la bizga daxli qilma. Yo'qol. Voy jonim. Qandoq? Isho biring og'rimaganda. Nim bo'ldi? Hech nima. Kichik bir rahibkan, uni adablab qo'ydim. Mingla!
Sanğın bolsa həcəb yaxşı ekan, ha? Odamlar nurg'un sovg'a keladi ekan. Aka, menga yerimini bere. Bu əbləq. Oğurluqçı yegil turibsan qo. Bu eski. Menga be, bu meniki. Aka. Menga be. Miniki. Meniki. Aka, Yisho, ne diyorsun? Menşin xanim. Siz mitiniz Yisho? Sualingizga javob bergili keldim. Boyaca poçilik qilatatdingiz. Yanılı projni yeginiz barkanda? Rast dedingiz Menşin xanim. Biroq men uftuvasam, projnini jiqroq berisiz. Lekin bugun men uftuvasam, siz aqchilabmasiz. Bulamda? Ma'qul. Yisho, sen bir yerda ekansan go. So'ranga Menşin xanim. Savol. Javob. Bir narsa bor, uning uzun quyrug'i bor. Ba'zi suvga cho'kib ketadi, ba'zi suv yuziga chiqib qoladi. U nima? Bir narsa bor, uning uzun quyrug'i bor. Ba'zi suvga cho'kib ketadi, ba'zi suv yuziga chiqadi. Bu Yisho, obdan o'yla. Tabiqqa suvning ichida yashaydigan hayvondek turamdi, ha? Yip o'tkazgan yengni bos to'g'ri bo'ladi. Ha? Birdamdil tepib oldingizmi? Savol. Javob. Chaqmasa yigil bo'lmaydigan narsa nima deb beqma? Chaqmay turib yigil bo'lmaydigan narsa? Shundaqmi narsa bormi? Yisho, g'ayrat qil. Topamadingizmi? Yengildingizmi endi? Bek oddiy savol ekan bu. Topdingizmi? Tuxum, to'g'rimi? Mayli xam yeyli yoki pishiq yeyli, cho'qim shokolini chiqib, ondan yeyalaymiz. Bek yaxshi bo'ldi. Bilmedim, qanday o'ylab topdingiz? To'g'ri javob berdingiz. Həcəb yaxşı ekan. Kelinglar, hammanglarga yetadi. Buningdan keyin hargiz urushmanglar. Həcəb yaxşı ekan. Həcəb feyzi ekan. Nima degan feyzi? Sen bek yaxshi ekansan, Yisho. Biroq men ularga vaqtliqli yordam qildim. Bu nima deganing? Bu yerda turayotgan fuqarolarning hammasi urush yillarining qurbonlari. Biz ularga amal qilmasak bo'lmaydi. Yisho, ularning ishini yana o'ylayaptamsan. Ularga yordam qildigan boshqa amal chiqmasmi? Song'un oliylari bilan sen yaqin bo'lgandan keyin deb baqmamsan. Kechkichi qopig'ingni turib olmag'ina, bo'lamdi, ha? Cho'qim amal tepiladi. Biroq bu ish desili hal bo'ladigan ish emas. Sho'nyan aka. Sen shundoq deyapsan, janobi Song'un haqiqatan bek pixsiq ekanda. Bu vaqtdimi ajab istiqomatda o'ltiribdi. Nima ish bo'lgandi? Topdim. O'ylig'inimdek bu yerda ekan-ku. Yisho! Yisho! Ustoz, hozir havo intayin sovuq bo'lib ketdi. Biroq yana nurg'ulg'an namaratlar kapilarda o'ltiryotdi. Menmi burun ularga yordam qilay deb o'ylagan. Biroq ibodatxonada pul yo'q tursa. Ustoz, men bir ishni qilmoqchi edim. Meni kechiring. Degina nima ish edi? Ha? Bo'lmaydi. Unda qilishingga men qo'shilmayman. Ustoz, o'tinib qolay. Men ustoz bilan aqllarimga hargiz avorchilik sanmayman. O'tinib qolay. Bir chataq chiqib qolsa, kallang ketadi. Ko'nglimda tayyorlik qilib qo'ydim. Ashu namaratlarning ochilangish yurishiga chidab tura olmayman, ustoz. Yisho.
ustoz, men ketdim. Navoda biror ish chiqib qolsa, ustozni endi ko'ramasligim mumkin. Ha, ustoz. Memmo, sen bilen billi baray. Siz basınız bo'lmaydi. Memmo rahip, puhralarning g'amini yemekti yok, ölümden qo'rqib peshnim bilan karım yok o'ltirsam bo'lamdi. Uning ustiga o'zimning shogirdini yolg'iz tashlab qo'ymayman-da. Ustoz. Bo'ldi, yesho, biz ma'yli. Ma'qul. Ustoz, bu ishni nimada bizga demidingiz? Neymiş ne? Biz bilib bo'ldik, siz ko'chaga chiqib vaz etmoqchi-ku. Biz mi ustoz bilan birga berib vaziyetimiz. Bo'lmaydi. Ustoz, biz tuyuqsiz anlab qoldik. Bizni kechiring. Biz mi Yesho'ga o'xshash sizning shogirdingiz tursak, ustoz siz Yeshoni akitib bizni tashlab qo'ymoqchimi? Siz kechgacha unini o'ylaydi Bu ekansiz. degan kalla ketadigan ish. Buni bilamiz. Biz ibodatxonaga kirishning oldida vujudimizni budig'i otayotgan. Ustoz, siz xotirjam bo'ling. Ustoz, menmi bilib baraman. Men tushundim. Bo'pti, billi barayli. Aşı bichari namratlar uchun gap qilayli. Yesho! 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 Ha? Aldırmanglar, aldırmanglar. Arameli olay, birden arameli olay. Bo'ldi, odamlar xili ko'p yig'ildi. Emsi boshlayli. Janobi Sangun bek pixsiqkan. Jamoat sizlarni ko'rib turibsizlar. Janobi Sangon bek qilgan. O osh qolgan namratlar bilan kori bo'lmadi. O'zinglar deb yiqinglar. Ondaq odamni hukmron demdoq. Astandı negil qarsa aşyalaş namratlaba. Sizlar danglarchu, mundaq yana astan digil bulamdı. Janobi Sangun bek pixsiqkan. Janobi Sangon bek qisqigan. Sırtlarga chiqib ko'chalarda ünlük so'zlash orqali kishilarni jalb qilishni vaz etishdeymiz. Burun hozirgidek gazit bo'lmag'achqa kishilar doim shunday usul orqali o'zining o'ylig'ini boshqalarga bildiratdi. Puhralarning dadiga yetmagan odamni Sangun digil bulamdı. Danglarchu, undaq odam Sangun bo'lishga loyiqmi? Ko'pchilik deb yiqinglar. Sangon endi uyg'unish kerakmi yo'q? To'g'ri, Sangun haqiqatan bexilkan. To'g'ri, Sangun puhralarning holiga faqat yetmaydi. Sangun bek pixsiqkan puhralarning dadiga yetmaydigan qilva bir nima ekan. To'g'ri. Puhralarning azob oqibatlarini tushunmaydigan odam elni qandoqmi boshqara olsin? To'g'ri. Yesho! Shuni yo'bayman. Bu yerda qalaymiqan gap qilmanglar. Janobi Sangun bilib qolsa, sizlarni o'ltirib xatarlik ishni qilmanglar, bo'lamdi? Biz qalaymiqan gap qilmadik. Shuni yo'bayman. Yeshoning degani to'g'ri. Ha? Rahib qalan? Shuni yo'bayman. Bizni gap qilib qo'ying. Qaringiz bo'lmasin. Sangun azaldan birsiga kamchilik qiladigan odam emas. Sizlarni hargiz bo'sh qo'ymaydi. Bilaman. Mening ko'nglimdami samba bizning mushunda qilishimizga sabab Sangunga mushu usul bilan gap yugizish. Urush yillarining qurbonlari bu yerda emas, boshqa yerlardami to'la. Sangunning ashu namratlar bilan qari bo'lmasa, uni hukmron digili bo'lamdi. Sangun digilimi bo'lamdi? Nima? Meni nima dedi? Bexil dedimi? Qandaq degan gap bu? Ularni darhol tutib oldimga kelinglar. Xo'p. Ajab tush ko'rib ketdim desam, aslida ular mening yomon gapimni qilib etibdi ekan emasmi? Ay, Qaranglar, ular bu mallarni Sangunga sovg'a qilib akitotdi, u doim sovg'a qabul qiladi. Biroq bir haqiqatmi, namratlarga ko'ngil bo'lib baxmaydi. Sizlar deb yiqinglarchu. Uni bexil demay, nima deymiz? To'g'ri, Sangon kechki isrofxo'rlik qiladi. O tazim yo'lsiz Sangon ekan. Laj to'g'ri deydi. To'g'ri, Sangunning biz bilan kari yo'q. Shunga bundaq Sangunni bexil demay, nima deymiz? Deb yiqinglar.
Neri turuş, neri turuş! Neri turuş devatımı! Sanğonның yaman gepini kırışıp petiniştin mi? Derhal ulanı tutun la! İyi şu bu. Ray kalamı bar ekan ku texe. Unutup qalmang Sanğon, mənmi ba? Shini o'ylayman. Bu nima gap? Sizmi ular bilan billa mening yomon gapimni qildingizmi? To'g'ri, meningcha janob Sanğon bexillik qildi. Shunga menimi bog'langlar dedim. Az gap qiling. Men qachon bexillik qildiman? Odat sizlardek raiblarga alohida qarayman ku. Sizlarni mundaq qila deb o'ylamabdi ekanman. Menga yuzsizlik qildinglar, kechirgusiz gunoh qildinglar. Kallanglarning ketishidan qo'rqmamsizlar. Janobi Sanğun, bu qitimqi ishni men planladim. Bu ish bilan boshqalarning hech qanday munosabati yo'q. Yalğan gap qilma şu. Planlagan adam men. Birinci op Janabı Sanğunni bexil degan odammi men? Kim bo'lishi bilan korim yo'q. Bularning hammasini olib chiqib, kallasini elinglar. Hop! Hop! Janobi Sanğun, to'xtab turing. Janobi Sanğun, to'xtab turing. To'xtang deyman, Janobi Sanğun. Bir ish bor edi. Meni chuqum digili qo'ying, Janobi Sanğun. Bo'pti, baribir o'lisiz. Gapingiz bo'lsa develing. Qanadang? Yo'q, bu ish Janob Sanğunning obro'yiga berib taqishidi. Shunga sizdan ayrim so'zlasam bo'pti ekan. Mening obro'yimga taqishamda? Ha. Bo'ptimiza. Janobi Sanğun, shaharda uy makonsiz, oshqo'saq yuradigan namratlarning qanchalik ekanligini bilamsiz? Buni men qandoq bilaman? Burunqi qoida bo'yicha necha kundan keyin har qaysi allarning boylari Ostonaga kirib, Janobi Sanğun bilan ko'rishidi. To'g'ri. Undaq bo'lsa nima bo'pti? Janobi Sanğun, o'ylab beqing. Ostonaga kirgan oshi boylar fuqarolarning turmushini ko'rib, nimami deb qala? Ular ko'nglida cho'qim sizni masxir qilib, Janobi Sanğun turayotgan Ostonami tayinliqkan va kambag'alkan demamdi. Bugun mening ko'pchilikka demoqchi bo'lgan gapim dal mushu edi. Undaq bo'lsa, yenimga udulli kelib deysingiz bo'lmasmidi? Bo'lmaydi. Unda qilsam boshqa allarning boylarini uyg'otish maqsadimga yetolmayman. Ularni o'yg'otmoqchimi? Ha. Hozir tinchlik bo'layotganda qilgan bilan boshqa allarning boylari asratdan urushga tayyorlik qilyotdi. Fuqarolarning cho'ng ofatga qilayotganligini ko'rib tursimi, lekin fuqarolarni qutqizishni o'ylamayotdi. Bugun ko'chada Sanğunning yomon gapini qilib vaz etishimizga maqsadmi har qaysi allarga baglarning qo'lqiga bu gapni yetkazish edi. Biz qasdan vaziyat etgansizda. Ha. Agar Janobi Sanğun sizning yomon gapingizni qilganlarning kallasini olmay, fuqarolarning dardini anglasangiz, boshqa allardagi boylarmi sizni o'lga qiladi, Janobi Sanğun. Janobi Sanğun, agar bizning gaplarimizga siliq pozitsiya tutgan bo'lsangiz, boshqa allarning baglarimi ko'nglida sizga keng qo'saq odamkan deb opran o'qiydi. Shunga biz ko'chada vaz etdik. Sizni Sanğun bek bexilkan deb tilladik. Mundaq gapganda. Shunga Janobi Sanğun. Qaraganda men xato qildim-a. Janobi Sanğun, siz achchig'ingizni keltirib qo'ygan bo'lsak, bizni kechiring, Janobi Sanğun. Undaq demanglar. Amaliyotda men sizdan kechirim so'rasam bo'ladi. Dada qarang, anglasam Sanğun ailelari guruch savdogaridan guruch setib olmoqchi ekan. Bu xabar ishonchlikmi? Men texi baylaji fonoyindan keldim. Shundaqmi? Ajab obdan bo'ldi. Hozirli shaharga berib hamma guruchni yig'ib kelay. Janobi Sanğun necha pul desam, shuncha pulga oladi. Chapsan bo'linglar, chapsan bo'linglar. Kech kirib ketdi. Bu yil bayramni obdan o'tkazdigan bo'ldik. Bu qatam Sanğunning himmatida g'oyibdan xili ko'p pul topadigan bo'ldik. Men g'arb tarafdagi guruchlarning hammasini degidek setib oldim. Guruchning bahosiga gap yo'q, 2-3 hassa o'rlaydigan bo'ldi. Bu qatam ravrs pul topadigan bo'ldik, ha? Ablah, bu ashko savdogarlar Sanğunning himmatidan foyda undirmoqchi ekan. Chapsan ot tayyorla!
Dükkandar, anlap durun. Sizden savdogarlik salohiyatınızı ep taşlayman. Qarab turun. Onda qilsangiz qandaq bo'ladi? Nima sabab bor? Ha? Sebep? Hem iş özünlerge ayan durup, yani menden soraysız koy. Çık! Bu mening jinimni og'irlik emasmi? Canınızda almayımız, turmu diyatsız. Qarab durun, ha? Çık! Agar savdogarlik salohiyatimizni ep tashlab andaqda biz savdo qilolmaymiz. Biz uchun Shinyo'yminga yalurib baqsangiz. Yalurganning foydasi yo'q. Aldırab rad qilmanga, amal tepib bering. Sizdan o'tinib qolayli. O'tinib O'tinib qolayli. Bo'pti, bir amal bor. Dapa qaymo. Agar sizlar setib olgan guruchinglarni namaratlarga bo'lib bersanglar, qutulib qolasizlar. Unda qilsa qandaq bo'ladi? Endi buningdan keyin savdo qilinglar yo'qkanda, qanday qilasizlar? Savdo mo'yinmi yoki ash guruch mo'yinmi, ha? Bu Agar guruchni iyoni qilsanglar, ko'pchilikning oldida obro'yinglar o'sgandan sirt, meningcha janobi Sang'unmi sizlarni cho'qim maqtaydi. andaq bo'lsa bo'pti. Biz guruchni iyoni qilayli. Rasma, endi sizlarga ko'p rahmat. Ashu namratlarga vakolatan sizlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Ay. Yaxshi, hamma ish joyida bo'ldi. İşo, bu amal taz joyida bo'ldi. Shinyovimin janobi Sang'un tarafdagi ishlarni sizga topshirdim. Ha, chataq yo'q, menga topshiring. Shinyovimin endi chaqaliq pirojni yazsaq bo'la, ha? Boshqalarni mi chaqirayli, do'kondarni chaqirib kelayli. Shundoq bo'lsin. Ajab yaxshi. Hozirda tayyor bo'ladi. Yeshoning ko'chada vaz aytishi oxir muvaffaqiyatga erishibdi. Yo'q, bu Yeshoning karamati emas. Bu ko'pchilikning tirishchanligining natijasi. Ay. Ay. Yesho, g'ayrat qiling. Shoyizi az qoldi. Sizni pirojni yasang dedik, o'ltiring demadik. Yeshaka? Ha? O'shagichi bo'lsin. Xayr, xo'sh.母上様、お元気ですか？ゆうべ杉の梢に明るく光る星一つ見つけました。星は見つめます母上のようにとても優しく、私は星に話します。くじけませんよ、男の子です。寂しくなったら話しに来ますね。いつか多分。それではまたお便りします。母上様、一休。将軍様のお正月ってお年始のお客さんで大変なんですって。ところが肝心の将軍様がやんちゃ姫に連れ出されちゃったからさあ大変。一休さんとシエモンさんが将軍様の替え玉を作ったりして、一体どうなっちゃうのかしら。次回一休さんやんちゃ姫と消えた将軍をお楽しみにね。
soğup ketdi. Qar yığışı mümkün. Aha, shundoq. Amitabha, Sadiq bəsiniz. Kechiringlar, qaytib ketinglar. Hozir sizlar menga sadiqa bersanglar bo'ladi. Nima gap bu? İloj yo'q. Boshqa uyga berib boqayli. Mayli. Ketinglar, sizlarga sadiq bagdak narsa yo'q. Menlar boshqa uyga berib beqinglar. Jemi bilan Mo'nin kel. Sizlar Sadiq oldinglarmi? Yo'q, Bizmi shu? hozirgacha hech kim sadiqa bermadi. Bizgimi bermidi? Cho'ng og'a, Sadiq oldinglarmi? yo'q. Amal yo'q. Qor yog'di. Bu qar xili yog'digandek qiladi. Hey, ne ko'rsizlar? Ne ko'ratdik? İbadetxonaga boramiz. To'saq beji topshirib o'tinglar. To'saq beji? To'saq pechi degan nima u? Buni tushuntirish ketanda ko'rikdan o'tish haqqi. Sana baqaya. 6 kansizlar. 120 yamoq topshiringlar. Ko'rikdan o'tgan pul olish qachondan boshlandi? 3 kun bo'ldi. Bu e'lonni ko'midinglarmi? Bugundan boshlab bu ko'rikdan o'tkichilar tuvandagi o'lcham bo'yicha to'saq beji topshirdi. Odam 20 yamoq, otqaliga 10 yamoq. Mahkamadan. Yo'lsizlik-ku bu. Bak eshib ketibdi. Hey, qandaq ish bu? Eshib ketibdi. Faqat bo'lmabdi. To'saq beji, to'saqdan o'tgan odam chorva yuk taqlardan elindigan boj bo'lib, bu Liansang davrida bekitilgan tuzum edi. Nima? Hozirli pul yig'ish qilib beramiz desak, oron test ko'rikdan o'tkazdi. Bo'lmas bizni gunduxonaga so'lab qo'yakanmi deyman? Shu chog'dalar ondan nemish sadiq ololmaganimizni uqdiq. Xalqning qoqishi bizga qortilgan emaskan. Albatta, qandaq gap bu? Rostliq anlashmabdi. Bekadan bekala, qalaymiqan bajasa, dunyoda nadimi bundaq ish bo'lsin? Shu emasmi? Har qatim sadiqiy qil chiqqanda pul topshirgan ish bo'lsa, undan chiqmagan tuzuk. Ahmaq. Bu hozir bizning ishimiz emas. Butun kentliklarning hayot mamatiga munosabatli ish bo'lib qopti. Men xatolashibdimi? Bu amaldorlar fuqarolarni yana qanchalik qaqshasa, ondan aram topa. Rahib Kalan'ın diğerleri tamamen doğru. Siz xabar topdingizmi? Siz demisiniz mi? Ben Allah kaçan sanğunuğa onu emelden kaldırış teklifini bəgən. Janobi Sanğon, nima degan? Sanğun bek cahil. O yokulan ışığı arlaşma dedi. Gepimni fakat anlamadı. Meningcha, Bunu bilemen. Sanğundan yeni bir qatim ötünüşünü xalayman. Rahib Kalan, men bilen men. Rahib degan yolg'on gap qilmaydi. Gapni ochiqli dey. Janobi Sanğon, yaqinda kentning beshida paydo bo'lgan to'saqni elib etishga bo'lamdi ekan. Mushu ish uchun kelganmidingiz? Bu ishning kulgidek narva. Adabsizlik qildim. Hozir fuqarolarning kuni ebak tas. Oralla jon beqiyotidi. Biroq hozir mahkama to'saq qurib pul elib olsa, ular qanday yashaydi? Sanğun darhol farmon tushirib amaldan qoldirib olsa. Cenabı Sanğun, men mu şunu ötülmekçi. Ammo bu ishni vali qaror qilgan tursa, Sanğun xohlasa farmon tushirib moliyadagi kirim chiqim ahvolini tekshirsa bo'ladi. Shuningda chiqimni tejashning amalini topqilib bo'ladi. ammo meningcha vali begimning mundaq qilishida cho'qim o'zining o'ylig'ini bor. Biroq hammamiz tirishsak, yeyish, kiyinishda ortiqcha isrofchilik qilmasak, ko'nglimizdagi noshoyan xiyollarni chiqarib olsak, jiq-chiqimni tejab qola olamiz. Rahib Kalan, meni mazoq qilyotmaydigansiz? Yo'q, andaq niyatim yo'q. Rahib Kalan, siz qachondan beri hukumat ishiga aralashishga boshladingiz? Onunğa haddim emas. Cenabı Sanğun, o... Og'zingizni yuming. Siz nima tillash kerak? Men nimani desam, siz u tarafda turibsiz. Sizdan so'ray, siz zodi kimning odimi? Shuni yo'yman.
albatta sizning odamingiz. Əməsə, hədisini başqalarının gepini qılmang, bana bir yardım qılın. Sizin vəzifəniz bulağı arılış emas, muşu məhkəmini qoğdaş. Xo'p. Şunu oxusunuz da bo'ldi. Ustoz qaytib ketdi. Ustoz qaytib ketdi. Ustoz, zodi qandoq bo'ldi? Sen yeviymin, sizden ha? Ay, shuncha gap qilsaqmi, Sang'un quloq solmadi. Janobi Sang'unning burtini tushirgizib talasak, u yordam qiladi. Bu mumkin emas. Mening burtumni tushirgizib yetalasanglar, men andin to'saqni oldirib yetaman. Aha, burutni tushirish? Sang'un. Men burt qo'yg'ili uzun bo'ldi. Buningdan faxrlanib kelyapman. Sizlar burtumni tushirgizib yetalasanglar, men to'saqni oldirib yetishga ma'qul bo'laman, ha? Sang'un odam qiynashga usta ekan. Deganingiz to'g'ri. Biz mushuni bilan bo'ldi qilsak, fuqaroning turmushi texmi qiyinlashidi. Qandaqli bo'lmasin, to'saqni yo'qotishimiz kerak. Qaraganda Sang'unning burutini tushirgizmasak bo'lmagadek. Yisho, sen buningga amal topqin. Ma'qul. Janobi Sang'un. Engu ibodatxonasiga Yeshu ustoz sizlar ko'rishgili ketdi. Nima? Yishu ketdimi? Janobi Sang'un, shuncha aldirashtirsingizmi, avvar qildim. Oldingizda xijilman. Nadikine, hemen zerikib o'ltiratdim. Nimish bilan keldingiz, Yishu? Rostini desam, burtingizni deb keldim. Burtumni tushirvatkilim, ha? Yo'q, nemish qundaq qilay? Undaq qilishga mening haddimmi? Maqsadim uning aksicha. Aksicha? Shundaq. Anglasam, siz ashu chiroyli burtingizdan faxrlanib ekansiz. Shunga alaytan burtni paqirtadigan bu darni akeldim. Nima? Burtni paqirtadigan dori, ha? Shundaq. Mana mushu. Sinab yaqin janobi Sang'un. Chiroyli gap qilib meni oldimaydigansiz, ha? Sizning bundaq gumonxo'rligingizni faqat o'ylamabdi ekanman. Sizni oldisam, meni jazolang, sizga pul tug'adigan daraxt sovuq qilay. Qandaq dedim? O'tganda meni oldigandingiz-ku, ha? Yana meni baqadiganga asnamaydigan, qiyrimaydigan odam teppa desangiz teppamayman, ha? O ishtahchi esingiz dekanda. Xotirjam bo'ling, janobi Sang'un. Bu qitim cho'qim pul tug'adigan daraxt deb beraman. Ham alayda kutishni talab qilmayman. Janobi Sang'un, menga ishining, sizni aldaydigan ishim bo'lsa, ustozimning eng qimmatli dorisini akilib, sizga sovuq qilatdimmi, ha? Nima bu Rayibkalaning dorisimi? Albatta, ustozim nerdan topdikin har oqshimi maxfiy surkaydi. Bu dori bek yaxshi o'xshaydi. Ammo men o'ylab qoldim. Bu rostli yaxshi bo'lsa, ko'pchilikka desak, texim yaxshi bo'lmamdi. Ustozimning ko'zi qiymagan o'xshaydi. Amaliyotda sizga zo'rlab turolmayman. Ammasingizmi mayli? Shunisi bu dori zoya ketadigan bo'ldi-da. To'xtang, men nada olmayman dedim. Biroq Sizden gumanlanırsam bulardı, ha? Bayağı xata qıptıman, Yeshu, yaxshi ko'nglingizga rahmat. Rasma, bek yaxshi bo'ldi. Endi bu darni o'g'irlig'inimmi bekorga ketmaydigan bo'ldi. Ishilchi usuli bek oddiy. Birla anglasangiz, igna olasiz. Qutidagi darni burtingizga jiq ham tekshirsiz. U qurisli bo'ldi, janobi Sang'un. Uqib oldim. Ishkindan keyin boshqachalar bo'lib ketsiz. Burtingiz shundoq paqirab ketadi. Men janobi Sang'un. Amisi sinab baqay, ha? Jiq, taksi suringlar, ha? Necha kundan keyin burtum teximi paqiraydi, ha?
Bek yaxshi bo'ldi. Qozondingiz isho. Ben Qozondingiz. hoş buluvattımen. Bo'lmadi. G'alati ish-ku bu. Janobi Sangon, to'g'ri ta'sir qilayotgan gap. Men shundoq o'ylayapman. Isho! Isho! Yişiyo. Ha? Aldırmangla. Aldırmangla. Aram yeli valay. Birden aram yeli valay. Canab Sangon! Canab Sangon bo'lmabdi. Isho, nimaga aloqazat bo'lib ketdingiz? Canab Sangon, o'tganda sizga akatmagan dorini ishlatganmidingiz? Ha? Ishlatib bo'lgan. Mana qarang. Kechikibdiman. Nim bo'ldi Isho? Meni kechiring. Sizga xato dori akab beribdiman. Xato. Shundoq bexastalik qilib boshqa dorini akabdiman. Amisi meni surkiginim nima ekan? Sir. Nima? Bu gapcha burtom. Ay, astag'firullah. Endi burtingizni tushirayotmay bo'lmaydi. Tushirib yetmanmi? Shundoq, bundoq bo'lishni menmi o'ylamagan. Hozir tushirayotmisingiz, keyin tushiraman debmi tushiramaysiz. Yana baldiroq tushirib yeting. Ay, asta. Janobi Sangon, burtingizni tushirib etdim. Uqdim, aynakni aka. Xo'p, Baksat bo'lib qaptiman. Asta. Sangon, to'saq qurib boj elishni endi amalda qoldirib o'tasiz. Chunki siz degan, agar burtingizni tushirgizib yetalisak, siz to'saqni oldirib yetadigan bo'lgan. Isho, sizmidingiz? Meni kechiring, janobi Sangon. Men shu puhralar obdanroq yashsin deb shunday qildim. Men tayyorlik qilib qo'ydim. Qandoq jazolasıngiz, mayli. Og'zingizni yumang, siz meni aldidingiz. Siz menga pul tug'digan daraxt so'q qilma degandingiz-ku. To'g'ri, men kelishdim burun tayyorlik qilib qo'ygan. Isho, daraxt nada? Nimaga oldiraysiz? Hozirlik ko'rasiz. Nima? Shunyan aka, Monyan aka, boshlanglar. ma'qul. Janobi Sangon, qarang, qabul qiling. Bu jon chaladigan yog'och-ku. Isho, siz yana nima o'yin o'ynayapsiz, Gap qiling, Janobi Sangon, jang ovozi degan so'z yapon tilida ganay deyiladigan bo'lib, bu so'zning talaffuzi pul degan so'zning talaffuziga o'xshab qoladi. Mana bu javob. Nima? Buningga alayda qarash ketmaydi. Yana kelib darhol ishlatkili bo'ladi. Men yana aldırıptım. Kent eg'izidagi to'saq shundoq qilib elib etildi. Kentdagilar yana tinish yashashga boshladi. Sangon, bu to'g'ri kelgan bala qaza ekan. Men silni alaydan yo'qlab keldim. O'tgan ishqa salovat. Men degan narsani aytaldingizmi? Akamasga haddimmi? Mana bu silga kelgan narsa shu. Yaxshi bo'pti. Qarang chiroyimga, men haq bilan qandoq ko'rishiman? Kechiring Sangon, gapingiz to'g'ri. Naq ishni bajarish muhim. O'zingizning burtiga o'xshash qilib yasash bak tashki to'xtadi. So'ng bahasi burunqidan yuqorroq bo'ladi, Qarag'oni tariyada qistashqa ustasiz, Degiringizdek bo'lsin. Amsa rahmat. Men taqab qo'yay. Mana janobi Sangon, burunqiga o'xshashli bo'ldi. Shundoqmi? Mana o'zingiz ko'rib beqing. Ras bo'pti. Ammo tushib ketib qolsa qandoq qilaman? Sangon, buningdan to'liq xotirjam bo'ling. Bo'ptimisa, boshqa amal yo'q. Hozircha chidab turay. To'g'ri dedingiz.
Şunu oylasamla açığım keledi. Shu, siz rastilla jiq ziyon tortibsiz. Dukandar, sizning şunu baplaydigan amalınız barmı? Amal ba, uni baplay deb. Oo. Burunla amal tepip qo'ygan sanğın. Siz xohlasangiz bu ishda cho'qim utqazin emas. Oo, bu atmay çapsan dememsiz emizse. Buning puli Ey, pullu deydi kensiz boptu dana. amasa sizga deb beray janobi sanğın. Mundaqken de, bu bo'ladigan amal ekan. Bo'ldi, tamog'inglar tayyorlandi. Endi yanglar. Qani tortinmanglar, elinglar. Ha? Sanğın, yanla degininiz bilen tamak yoktursa. Buning nari xata. Biz yayli desekmi? Əmisə, Raib Kalan, siz yang. Tortinmang. Yana, eling. Tushundirib qo'yg'aysiz. O'zingiz degan gapni o'zingiz unutib qolmagansiz. Men nima degan? Siz o'zingiz yeyish kiyishda isrofchilik qilmasaqlar jiq chiqimni tejab qola olamiz degandingiz-ku. Ha, qani tamoq oldinglarda turibdi. To'yg'ich yanglar, ha? Ha, elinglar. Ha, qani yanglar, tortinmanglar. Raib Kalan, bayaqi gaplarimni ko'nglingizga olmasiz. Albatta ammayman. Undaq bo'lsa, tezroq yemamsiz. Ma'qul. Ha? Yana Raib Kalan. Ta'mi qandaqkan? Balankan. Bu tamoq pek o'xshabdi. Sizga tetig'anli bo'lsa mayli. Qani yisho shini uyman. Tez yangla. Mushundaqmi tamoq yegan bormi? Mundaq ezilib o'tirsanglar tamoqning ta'mini bilgili bo'lamdi, ha? Belgili bo'ladi. Bo'lmaydi. Mendak yangla. Qaranglar. Mana. Mushundaqmi? To'g'ri, shundaq o'xshabdimi? O'xshabdi. O'xshaganini burilib bilgan edim. Shuni o'yman, qani elingizmi, ha? Haras, janobi Sanğın. Nima ish o? Siz bizni tamoqqa taklif qilibsiz-ku. Bir narsani kam qilib qo'yibsiz. Nimani, ha? Aroq bo'lmasa, qandoq bo'ladi? Nima? Siz aroqchamsiz? Ha, Bu gapcha yisho rosti ishchamsiz. shundoq. Ustoz, bu tepilg'usiz fursat. Shunga ozroq ichsak, hech nim bo'lmasa? Asli seni tanqidlamoqchi edim, ammo bugun qoidani buzay. Sanğın, aroq qo'ysa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Yishoga aroq qo'y, bo'l. Bak yaxshi aroq ekan. Shuni o'yman, ustoz, sen ishchinglar. Qani, ishchinglar, ha? Sen ham ozroq ichay. Menmi azroq ichay? Rostdan yaxshi aroq ekan. Qadakda ichish rostla avorchilik ekan. Ichgandan keyin tuzuk ishlaymizmi? Yisho, nim bo'ldimi endi? Men mas'ul qoldim. Men mas'ul qoldim. Yisho! Men mas'ul qoldim. Menmi mas'ul qoldim. Jim turinglar. Nima?
qaldingizmi? Nasib qaldingizmi? Aroq ko'tarolmaydi ekansiz, Salg'un. Nima? Yisho, qonizligimni nima qilasiz? Unda qilmang. Men nasib qoldim, mening bir narsa chaqim kelyotdi. Unda qilmang. U degan oilamizning tavariga qo'yib qo'ying deyman, Yisho. Kerak yo'q. Sizdan o'tinib qolay, Yisho, unda qilmang. Chiqilib ketmaydi. O'ynab olaychi. Shin yo'mayman. Tuting. Bo'ldi qilinglar, chekilib ketsa qanaqa qilasizlar? Unda qilmang, bo'ldi qilinglar. Unda qilmang. Ma'qul. Hey, Yisho, yana bir qatim aytishayli. Kela. Yaxshi. Men bu yerda, menga bering. Ayjon. Bo'ldi qilinglar. Men xato qildim. Turg'inimni tan oldim. Men aql ko'rsatgan shuning mukofotini aql keldim. Mukofotni burunli tayyorlab qo'ygan. Yaqinroq kela. Rahmat Sanğun. Sanğun. Mana sana mukofot. Men nimish urisi? Teg'amanda so'rayapman, sening kasobatingdan men yanala o'sal bo'ldim. Tayoqni aslab yeysan taqa. Yisho aka? Mushagichi bo'lsin. Xayr, xo'sh.母上様、お元気ですか？ゆうべ杉の梢に明るく光る星一つ見つけました。星は見つめます母上のようにとても優しく、私は星に話します。くじけませんよ、男の子です。寂しくなったら話しに来ますね。いつか多分。それではまたお便りします。母上様。やんちゃ姫のやんちゃぶりに手を焼いた将軍様がやんちゃ姫に怖い家庭教師をつけたの。ところがやんちゃ姫さっさと逃げ出して暗黒寺へ。そこにドチテ坊やがやってきたからさあ大変。やんちゃ姫とドチテ坊やの対決どうなっちゃうかしら。次回一休さんやんちゃ姫とドチテ坊やをお楽しみ